Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 30-aprel haftaning chorshanba kuni 2025-yil. Mana bu ko'ylaklar, lozimash, komplektlar 50 ming so'm pachkaga. Razmerlari 48 dan 52 gacha. 52 gacha razmer. Rasvetkalari bor. Rasvetkalari ham bor ekan. Bu taraf ham xuddi shumi? Bir xil. Hammasi bir xil. Narxi ham bir xil, razmeri ham bir xil, materiali ham bir xil. Hammasi bir xil. 45 ming qilib beramiz aka. Ko'proq olsangiz. Xo'p, ko'proqqa 45 ming so'm ekan. Yaxshi. Chiqarib beraveramiz. O'zingiz ishlab chiqarasizmi? Ishlab chiqarish bor. Keyin yarim kechasi ham telefon qilmasanglar, iltimos. Ha, yarim kechasi mana sotuvchi akani o'zi aytayapti, yarim kechasi telefon qilmanglar. Doimiy men aytaman-ku, nomerlari menga kerak emas. Ertalab shu bomdoddan keyin shomgacha telefon qilaversinlar. Kunduzi obed vaqtida telefon qilinglar. Qilaversinlar kunduzi. Xo'p, nomeringiz 91lik 91lik 155 155 0405. 0405 ga telefon qilinglar. Mana shu kiyimlar kerak bo'lsa, bo'lar bo'lmasga telefon qilmanglar. Mana donaga, pachkaga aytilyapti. Yo'q, qilaversinlar-ku, shu yarim kechasi qilyapti-da. Shu biznesdan dars o'tganingiz yo'q-a? Ko'ylaklarni o'rgatish bo'yicha qayerdan material olib sotadi. Ularni O'rgataman, qo'yaveramiz. Mayli, savobgarchilik. Siz joningiz sog' bo'lsa bo'ldi. donaga necha pul dedingiz? 45 ming qilib beramiz. Donaga ham, pachkaga ham 45 mingdan chiqarib beraveramiz, olsa. Xo'p, agar ko'proq olsalaring, dona pachkaga 45 mingdan banglatib tashlayverar ekan. Tashaveramiz. Zo'r ekansiz, siz. Albatta. Yaxshi, 50 ming deb turib 45 ming qilib beraverar ekan. Ish qilib shunaqa ekanda endi o'zlaring telefon qilasizlar, ma'qul kelsa olasizlar. Ko'p bo'lsalaring uylarga bir oshnolar qilib olib borib tashlab ham kelaveradi. Xudo xolasa. Ha, bo'ldi, zo'r.